Rohat posti yonida Yangi O'zbekiston tumaniga 13-rayon bo'lib kirilayotgan yerdan 7 sotix 147 kvadratli katta hovlimiz arzon variantda berib yuborilyapti. Narxi $130,000, hujjatlar hammasi joyida. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hovlidan 24 metr fasad qismi ekan, basseynlari bor, zelen zonalari bor. Buda to'g'rida rangli domlar bor, shu 500 metr chiqadi. Bemalol bu tarafdan qatorasiga 3 ta kottej qursalaringiz bo'ladi. Hovlisida mana bank raisi o'zi uchun qurgan ekan vaqtida. Kirganimizda chap qo'lda kattakon hol. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Keng joyda yashayman deydiganlar uchun juda ideal variant. Bu yerda ota-onalar yotoqxonasi, umumiy birinchi yotoqxonasi. Xohlasalaringiz yashayverasizlar, xohlasalaringiz buzib qayta qurasizlar. Bu yoqda to'g'rida ikkinchi xonasi, detskiy xona yoki mehmonxona qilib qo'ysalaringiz ham bo'ladi bemalol. Bu yoqda uchinchi xonasi, jami 147 kvadrat. Bu yoqda pustoy, hamma narsasi tashlab ketiladi, hamma narsasi olib ketiladi, tashlab ketilmaydi. Hovlidan kirganimizda to'g'rida yana yopiq territoriyasi ham bor ekan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Undan o'tganda kattakon oshxonasi, bu yerda ham hech narsa qolmaydi, ovqatlanadigan joylari bor. Bu yerda ham sanuzellari, shkaflari bor mana. Sanuzellar mana ko'rishlaringiz mumkin. Kattagina ekan. Kafilda to'kilgan joylari bor. Pul zaruratdan sotilyapti ekan. Bu yerda o'zining hojatxonasi. Pastdan do'mirga aloqa chiqarasizlar, $130,000 so'ralinyapti. Ustida ozgina o'tib beradigan joyi bor. Faqat naqdga sotilinadi, ipoteka kreditlarga berilmaydi. Bu yer Toshkent shahriga 13-rayon bo'lib kirilyapti. Hujjatlari, buyruqlari chiqqan. Havosi toza joyda. Metroga taxminan 3 ostanovkali yo'l. Bizdan uzoqlashmang, arzon variantlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.